bo'lsa eridan bola qilib, qonida 9 oygacha bunaqa razniy korsetlar bo'ladi. Birinchi oy tam kichkinaroq konsert, ikkinchi oy shunaqa korset bo'ladi, har xil sotiladi. Для ложной беременности. O'shtaqa korset sotib olib, 9 oy qonini boylab yurgan shunaqa qilib korset taqib, tipa beremenniman deb. 9 oy. Hozir qiz farzandi bor. Transligini hech kim bilmaydi. Massajniy salonda ishlaydi. Hamma dugonalarimiz taniydi. Так что, вот endi eshitdinglar, hamma to'plam bo'ldimi? Endi g'iybatdan boshladik, короче. Birinchi g'iybat. Как-то у меня же сестры, 4 сестры и 2 невестки же были. Я видела, как беременные женщины выглядят. Qanaqa выглядит qilishini bilaman-da. Отеки бывают под глазах, отеки бывают на руках, на ногах, и отеки бывают, ну, как-то по-другому. И грудь становится больше, когда беременна, и попа становится больше, когда беременна, талии становятся широкими, когда беременна. Но у нее это изменений я не вижу никаких. Вот кто заметил, как я? Kim sezdi shunaqa narsani? Kim sezdi, aytinglarchi, mendan tashqari. Отеки не у всех. Ну, на ногах, на руках бывает же отеки. Ну, если на лице нет, на ногах бывает. Если на ногах нет, на спине бывает. На спине нет, бедра широкие становятся. Shunaqami, to'g'rimi yo yolg'on gapiryapmanmi? Некоторых videolarida ikki qatligi ham ko'rinmagan вообще. Ko'rdinglarmi некоторые video? Men fakt gapirmayapman, men обсуждать endi dugonalar o'tirib olib g'iybat qiladi-yu, shunaqa g'iybat qilyapman. Bilmayman, это fakt, не fakt. Men dugonalar g'iybat qiladi-yu, o'shtaqa g'iybat qilyapman sizlar bilan o'tirib olib. Keyin nimaga O'zbekistonda tug'mayapti? Nimaga O'zbekistonda tug'mayapti? Sekret bormi? Bilib qolamizmi? Ну, второй месяц грудь же больше становится, нет? Грудь же огромная становится, и бедра огромные становятся, нет? Короче, endi ikkinchi g'iybat. O'lib ketsan, men ishimdami? Короче, точно подозрительно. Да, вот некоторых видео, даже комментарии она отключила. G'iybat. Endi akobir haqida g'iybat qilamiz. Uylangan opam haqida. Opajonim uylandi. Kim uchun uylandikni? Kim uni zastavlat qildiki? Guvar kelmadi to'yga nimaga? Guvar nimaga to'yga kelmadi ekan? Nimadir bor. Bechora qizga nech pul berdik endi to'yga chiqib berishiga? Endi opalarim uylanmaydi, bilaman-da men. Opalarim shimish cho'choqlarni yaxshi ko'radi, endi bilmayman endi nimaga uylandikni. Akabir vizajist bor-ku, akabirmi nima edizmi? Bilmayman. Akalar, ana deb klipda chiqdi yurmadi. Shu vizajist uylandi, короче. Vizajistlar обычно hamma soch bilan men aytishim bo'yicha, men bilishim endi psixologически vizajist hammasi gey bo'ladi. Soch qiladigan stilistlar ham gey bo'ladi. Ayollar soch bilan shug'ullanadiganlar. Lekin hayotimda birinchi marta uchratdim, что натуралda. Azamat uylangan, farzandlari bor, вот Azamat единственный. А так, в своей жизни никогда не видела, чтобы визажисты, стилисты натуралами были. Никогда. Никогда. Вот 40 лет мне, сколько раз в салон хожу, сколько раз стилисту, сколько раз визажисту хожу, но никогда не... Hech qachon ko'rmaganman, чтобы soch bilan shug'ullanadigan и makiyaj qiladigan naturalligiga hech ham ishonmayman, hech qachon. O'ldirib yuboringlar, ishonmayman. Yuzingizni ko'rsatmayapti ayol nega? Потому что gaplashilganda itiga voy erga teguvdingiz, siz anoni xotini emasmi deysiz desa,
voy birov bilan birorta erkak bilan ko'rib qolsanglar keyin voy uni xotini-ku deb gapirasizlar-ku, o'shandan qo'rqadi. Shunaqa hamma yo'q shu biznes olami. Endi yuzini yorib qilib qo'ymoqchi bo'ldi shekilli menimcha nima edi? Qardosh urug'lar yonida. Yana qachon kelasiz O'zbekistonga? Yaqinda boraman. Eshiting endi dальше. Eshitinglar. Короче. Rayhonni ham shunaqa deyishgan eshitganmisizlar? Rayhonni o'zi tug'magan deb birisi g'iybat chiqqan. Даже kimligini ayta olmayman. Bitta qiz даже aytganki, tipa men uyda уборщица bo'lib ishlaganman. O'zi tug'magan, o'zi ikki qatmas edi deb gapirishgan eshitganmisizlar shuni? G'iybatchi ular yolg'on, Rayhon o'zi tuqqan, конечно. Это g'iybatchilar ko'p bilasizlar-ku. Ayniqsa menga o'xshagan. Ketdik. Основной g'iybat. Men nima uchun kirdim? Menga O'zbekistondaligimda Rustamxo'ja Usmonov aytib bergandi. Laziza shok uz bor-ku, o'shani eri ko'tski pul topib beradigan eskortnik ekan. Ular ko'tlarda to'yida tanishib qolishgan Laziza bilan. Eri xotin Rustamxo'ja ko'tni to'yida tanishib qolishgan. Gey вечеринкада tipa. To'y qilgan, endi hamma uchun nomi to'y. Lekin o'rtadagi o'rtoqlar uchun gey вечеринка bo'lganda, короче. O'shanda Laziza u bola bilan tanishib qolgan ekan. U bola oldin eskortnik bo'lgan ekan, geylarni sikib pul topib yurardi ekan. Uni Rustamxo'ja lichni o'zi aytib bergan. Даже o'rtoqlarimiz ham eshitgan, hammamiz talab o'tirganimizda aytib bergan. Voy, men bular tanishtirib qo'yganman. Bu eskortnik, bu gey deb. Shunaqa. Laziza Shokuzda erini deb Shokuzdan haydashib yuborgan ekan. Da, eriga juda ham ko'p pul ishlatar ekan. Shunaqa, men Laziza takay delovaya kolbasa, men hech ham o'ylamadim Alfons boqadi deb. Akasi Alfons boqib o'tiribdi ekan aytibman kechgacha. Eri Alfons ekan, чистейший. Endi g'iybat kim haqida deylik? Endi Sevinch Mo'minova haqida. Sevinch Mo'minova haqida gaplashamiz. Ketdikmi? Sevinch Mo'minova haqida eshitasizlarmi? Akabir haqida aytmoqchi edim, aytdim-ku. Men Akabir ismli juda ham ko'p odam taniyman, hammasi gey nimagadir. Nimaga shunaqa ekan? O'zbekistonlik bittasi ham bor, известный, bilaman, что это тоже гомосексуалисты. Почему все Акабиры гомосексуалистами становятся? Почему? Akabirlar hammasi nimaga гомосексуалист ismi, shunaqa ismli odamlar. Nimaga shunaqa ekan? Aytinglar. Sevinch Mo'minova haqida ketdik. Jasmin, so'kinishis erkakcha. Azizaxon TikToker nima deysiz? Men taniyman unaqa. Mahliyo Omon kim u? Sevinch gapirmen. Yo'q, yomonlamayman Sevinchda. Ozoda haqida ham aytib bering. Ozdopa великая женщина. Lili Xuramov meni dugonam, chin dugonam. Tegmanglar Lili Xuramovga. Meni dugona jonim baxtli bo'lsin, sevgi muhabbat qilsin, meni dugonam tinch qo'yinglar. U ham haqli-ku sevishib yashashga. Dugonam nima qilsin? Katta hosiladan nimasi kam? U ham g'irillab qo'shiq aytishni yaxshi ko'radi. Живой mikrofonga qo'yinglar. Tinch qo'yinglar meni dugonamni. U ham haqli sevilib yashashga. Yaxshi kelin bo'lishga birortasiga chet elga. Qo'yinglar, gapirmanglar shu bola bechorani bo'ldi endi. Geligini bildik, ko'tini berishini bildik. Yana nima bilmoqchisizlar? U qanday pozib berishini bilmayman, lekin uni podrobno. Hammasini aytib berdim-ku, bor sekret shu edi xolos. Qanaqa qilib siktirishini, qanaqa qilib raqam qo'yib berishini bilmayman, lekin ko'rmaganman. Tushamaganman. Endi
kimga o'tamiz? Sevinch Mo'minovaga o'tamiz. Sevinch Mo'minovani intervyulariga kirsam, hali bokira, такая osoyishta, такая вежливая, такая воспитанная, такая oila jamiyatda участвовать qilgan haligi bir mehrigiyo ayolga o'xshaydi. Lekin oldingi kliplari, oldingi qo'shiqlari, hali likillashlari esimizda-ku, to'g'rimi? Ko'tini ikkita taq qilib ko'tini jiplatib yurardi har doim. Nimaga uni odobli qiz bo'lib qoldi endi? Qars ikki qo'ldan chiqadi. Sharap akada, sharap deyammasdir. Gunoh azm. Qars ikki qo'ldan chiqadi. Manzura bilan endi bizning muhabbatimiz bir-birimizga to'g'ri kelmagan boshidayoq. Muhabbatimiz hech bir-biriga to'g'ri kelmagan Manzura bilan. Men Manzurani sevaman, hali ham eshitaman, hali ham. Unut demagin, unutishga yo'q mudom, baxti sevgidan. Endi qalbim yarador, olib ketar xotiralar, yara sen tomon yuguraman deb. Manzura bilan biz nima bo'lgan aytib beraymi? Rustam Rahmonov degan bloger uni konsert qilgan Manzurani. Manzura oldin Rossiyaga kelaverardi, sikivarardi. Chaqirmasa ham kelaverib, Sankt-Peterburgda konsert, har bitta kafeda konsert berib chiqqan Manzura. Har bitta keraksiz kafelarda konsert berib chiqqan. 31-kuni meni tug'ilgan kunim edi. 26-kuni Manzurani konserti. Rustam Rahmonov aytdiki, kelib dedi konsertda участвовать qilib keting. Iltimos, odam ko'payadi siz kelsangiz dedi. Men bora olmayman dedim 31-kuni. Mart kuni tug'ilgan kunim edi. Asalxonaga kelish kerak edi Toshkentdan. Men dedim bora olmayman dedim. Asalxonaga keladi, kutib olishim kerak Toshkentda. Toshkentdan keladi, joylashtirishim kerak. Bu keyin aytdiki, "Voy, kelmasangiz bo'lmaydi" dedi. Keyin Rustam Rahmonovning xotini Kamosha, dash gostinitsa olib berishmagan ekan, Kamoshanikida qolgan ekan. Kamoshani 3 xonali kvartirasi bor edi Peterda. O'shanikida qolgan ekan, gostinitsa ham olib berishmagan ekan. Keyin Kamosha bilan gaplashib o'tirsak, Kamosha ko'rsatdi, mana Manzura dedi, o'tiribdi yonimda dedi. Keyin menga qarab keling dedi. "Я не смогу, если ertaroq bo'lganda borardim" dedim. Keyin shu bilan 2 kundan keyin qarasa, men translarga qarshiman. Непонятный erkakmi, ayolmi, boshqacha yo'l bilan pul xuddi men jalabli qilib qo'yapman, u qolib ketyapti. Boshqacha yo'l bilan pul topsa ham bo'lardi-ku. Nima keragi bor edi? Bunaqa yo'lga kirishdi. Deydi, xuddi men uni pulini olib qo'yganman yo klientini olib qo'yganmanmi. Keyin shu bilan ukamiz oramizda urush boshlanib ketdi. Parigini kiyib olib qiyshaytirib men bilan urushdi, men u bilan urushdim. Bir urushimiz 3 yilmikin davom etdi. 3 yilmikin hijobga kirmaguncha davom etdi. Keyin Munisaxon orada paydo bo'ldi. Boplayapsiz, boplang deb поддерживать qildi. Manaqa qiling, boplang. Anu bilan yurganichi, mana prodyuser bilan yurganichi, mana prodyuser bilan yurganichi deb Munis gazini berdi. Men u yoqdan gazini berdim. Shunaqa urush janjal bilan tugadi. Shunaqa gaplar. Yana kim haqida? Kim haqida gaplashamiz? Gapiringlar tez. Bonamu men elitni shmarlar tanimayman. Mobilolo haqida intervyuda gapirganman, maza qilib tomosha qilasizlar.